Вот. Bitta qozoq qiz bor. Sizlar taniysizlarmi yo'qmi, lekin ko'pchiliginglar taniysizlar. U sharpalar bilan gaplashadi degan odamlar nomam chiqarishganda ko'pchilik o'zbeklar komment yozishgan, boshqa qilishgan. Lekin bitta narsaki, uni uyi, uni kiyinishi, uni nima deydi, xatti-harakatlari doim ignorga sabab bo'ladi. Men bu narsani sizlarga hozir noto'g'ri ignor ekanligi haqida gapirmoqchiman. Qaranglar. Вот. Odamlar, masalan, inson, biz farzand, biz inson qanaqa uyda tug'ilishimizni, qanaqa muhitda tug'ilishimizni, qanaqa insonlar davrasida tug'ilishimizni biz tanlamaymiz. Bu Alloh tomonidan o'zi shunday beriladi. Kimnidir uyi videoga olayotganda xunukroq bo'lib qolsa, kimdir shikarni yashamasa, yo kimnidir mebeli, yo kimnidir nima uyiga nima deydi, to'shagan gilami, qitib modadan qolgan yoki eskirgan bo'lsa, bu ularning aybi emas. Prosta ular ana shunaqangi iqtisodiyotli hayotda yashashga majbur. Chunki ularni mukammal yoki ko'p daromadi yo'q. Sizlar ignor qilishdan oldin bitta narsani o'ylanglar. Может, o'shanga puli bo'lmasa-chi? Может, o'shani harakat qilsa bo'ladi-ku, yaxshi yashashga harakat qilsa bo'ladi-ku. U video chiqaryapti-ku. Video chiqaryapti, ijod qilyapti. O'sha ijod bilan mashhurlikka erishib, blogerlik qilib pul topmoqchi. O'sha narsaga harakat qilyapti. Tug'ilganidan shunday qo'liga diplomni berib, shunday men endi sen pullik bo'ldingmi? Mana degan o'qimishlilar ana endi rivojlanib kelyapti-da. Endi qo'li pul ko'ryapti. Mana olib qarasam. Holiki nima deydi uni? Holiki endi katta bo'layotgan o'smirlar yoki bo'lmasam jamiyatni ozgina pastroq, nima deydi? Pastroq lavozimdagi ishida ishlaydigan insonlar, ular masalan ko'pi bilan 2 million, 2,5 million oylik olishadi. 1,5 million, 1 million 800 gacha oylik oladiganlar bor. Qaysi biriga yetkazsin? Lekin bular jamiyatdan uzilib qolsin, yo bo'lmasam o'zini uyini nima deydi, o'zini uyidan uyolsin degan narsa emas. Ular puli bo'lsa, ular ham zo'r qiladi. Kerak bo'lsa sizlardan ham zo'r qiladi. Lekin o'sha narsaga sharoiti yo'q, o'sha narsaga iqtisodiyoti yo'q. Bu narsani ignor qilish menimcha bu eng katta xato bo'lsa kerak. Eng katta xato. Chunki har kim iqtisodiyotini tuxum qovuryapman-da. Har kim iqtisodiyotidan kelib chiqib nima qiladi? O'ziga shart-sharoit yaratadi. Hech kim masalan shuncha harakat qiladi, shuncha nima qiladi, men yomon narsani ko'rsatay, odamlarga nima deydi uni, uyimni xunuk qilib ko'rsatay demaydi. Uyim chiroyli bo'lsin, mashinam bo'lsin, o'zimga yarasha nima deydi uni, kasb-korim bo'lsin deb harakat qiladi. Lekin bu narsaga kimdir nima erishadi, kimdir esa erishmaydi. Hamma ham nima deydi uni, sizlarga o'xshagan universal, omadli yo bo'lmasam boy oilada tug'ilgan emas-ku. Oddiy oilada tug'ilganlar ham bor, lekin ular ham inson, ularning ham sizlar bilan teng huquqi bor. Ularning ham badanida qizil qon oqadi. Tushundinglarmi? O'sha qozoq qizchani ham nima deydi uni, kommentariyasiga kirsam, uying unaqa, uying bunaqa, otam zamondan qolgan, bobom zamondan qolgan, lekin o'sha uyi bor. O'sha uyi bor. Boshpanasiz emas. Darmayit yoki bo'lmish emas. Yoki nima zo'r villada yo bo'lmasam zo'r sharoitga ega-yu, lekin ijaraga yashab turmayapti. Birovning uyida pul berib arenda to'lab ijaraga yashamayapti. O'zining uyida yashayapti. Shunday ko'rdim, shunday asablarim buzilib ketdi-da. Nima bunaqa? Nimaga kimnidir uyini, kimnidir gilamini, kimnidir meblini tanqid qilishadi? Odamlar bunaqa yomon hayotda yashashni o'zlari orzu qilishmaydi-ku. Lekin qilaman deysa, kimlarnidir iqtisodiyoti yetmaydi, kimlarnidir puli yetmaydi, kimlargadir esa bilim ham, chunki ularni ongi, ularni IQ darajasi, ularni bilim olish darajasi sizlar bilan bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, sizlar bitta she'rni 2 martada yodlasangiz, uni 4 martada yodlashi mumkin. 5 pul barobar emas-ku. Endi tushundingizmi?
Вот это все. Tuxumga marhamat. Buni yoniga olib choy qo'yamdan deyman.